Qiz qal'asi. Amal yo'q. Men hozir shunchalik pulga ehtiyojliq. Agar siz chiqamasangiz, boshqa usul bilan topsam bo'ladi. O'tiring. Yana paranglashib baqayli. Bo'lamdi. Dedi u meni o'ltirishga taklif qilib. Men uning qarshi tarafida o'ltirdim. Siz kim? Suratlarni nereden topdingiz? Buning siz bilan hech qanday munosabati yo'q. Ashu 500 ming yuanni taniyman. Agar pul bersangiz, sizning oldingizdan barliq suratlarmi va menmi yo'qayman. Bo'lmasa, oqibatini menmi tasavvur qilolmayman. Ma'qul. Beray. Menga ozroq vaqt kerak. Dedi u ochiq bilan. Bo'ladi. Amsa sizga vaqt beray. Bugun kechgacha qo'limga tekkizsangiz bo'ladi. Men mushu joyda sizni saqlayman. Ma'qul. Gapimiz gap bo'lsin amsa. U shundoq deganicha chiqib ketdi. Kechdagan uchrashdik. Pul silingan kartani berdi. Men kartani tekshirib, uningga ko'rsatib turib, barliq pulni o'z kartamga yetkazib oldim. Men sizga qandoq ishinaman? Yana boshqa suratlar o'tirg'i chiqib qolsa-chi. Xotirjam bo'ling, Shirzod apandi. Oilangizga va bolangizga sodiq bo'lsangizlar, boshqalarga yepishib olmasangizlar, ish chiqmaydi. Shundoq deganimcha kartani ko'tarib mang'aj qo'shib qo'ydim. Shirzod apandi. Endi Dilarani o'zligicha bo'lmang. Shirzod o'ltirgan joyida og'zini ochib o'ltirib qoldi. Nimancha cho'ng tavakkul qilding? Hay, shuni demamsan. O'zimni hayron qoldim. Ayolidan hargiz ayrilmaydi ekan. Sening vaqtida qo'l o'zgining bak esil ish bo'pti. Endi-chi o sana chaplashib olmaydi. Xotirjam bo'l. Agar yana uchir yozsa, mana menba. Uni faqat adablab qo'ydim xolos. Atsi Shamsiya Diloraning chamadonini akilib bermoqchi bo'ldi. Buni ol. Dedi Dilara barmog'idan eliyotgan olmos ko'zlik uzukni uningga sunib. Shirzod sovg'a qilgan ziynatlarning hammasi kirim ustilning tatmisida. Sen hammasini ustal ustiga qo'yib qo'y. Nimishqa? Dilara, nimishqa uningga hammani qaytarib berasan? Dedi Shamsiya qoyil bo'lmay. Aslida mening maqsadim uningdan pul undirib olish emas edi. Uning bu narsalarning menga keragi yo'q. Sen nimancha ahmoq. Sening g'ururlik ekanligingni bilaman. Lekin g'ururingni qadrlaydigan odamlarning qishida ishlatgin. Shirzoddak odamlarning oldida sening g'ururing seni boshqalarning o'yinchig'iga aylantirib qo'ydi. Xotirjam bo'l. Men muvofiq bir taraf qilib beraman. Lekin mening fikrimni rad qilma. Dilara, pulni yaxshi ko'radigan ba'zilardan pulni elib olish ularning jinini ilib olgan bilan barobar. Eng bo'lmasa, shirkining bir yeri ozroq bo'lsa siqiraydi. Agar sang lozim bo'lmasa, paravalliq o'rniga yana qilib qilib etamanki, uningga qaytarib berishga hargiz qo'shilmayman. Dilara hech nima deyolmadi. Shamsiya Dilaraning o'rlashtirmasi bo'yicha uningga tava narsalarni qaytarib kelgan edi. Mana sen ko'rishni xohlamagan ziynatlarning hammasini pulga aylantirib keldim. Aralla 70 ming yuanga yaradi. Amsa bularni sen saqlab qo'y. Iyoni qilaversangmi mayli. Qandaqligi qilsang, men bilan munosabati qolmadi. Endi bularning gapi oldimda qayta chiqmasala bo'ldi. Ishki qiz g'albilarni tabriklashgunicha xo'shal-xuram o'ltirishdi. Sening ishing qanday bo'ldi? Dedi Dilara Shamsiyadan ko'ngil bo'lganicha. Men pat arada
yana yurtqa qaytilgandek turaman. Ablikim to'xtamay telefon qilib sarang qilyapti degini. Yaxshi bo'pti. Shamsiya, bundaq sargardonlikda yurayvermikin. Ablikim haqiqatan yaxshi yigit. Seni haqiqiy yaxshi ko'radi. Odamning chin muhabbatga erishmagi undaq oson ish emas. Eng yaxshisi qaytib ketgan. Men onunğa shart qo'ydim. Shartimni o'rindasa, andan ketaman. Nima shart qo'yding? Menga bir yosh o'smirlar tarbiyalash markazi ochib berishni talab qildim. Yurtqa borsam, bolalarga naqshi usul o'rgataman. Bu planing bo'ladi ekan-ku. Ablikim qo'shildimi? Albatta qo'shildi-da. Hozir u shu ishlar bilan aldirash. U qachon shu ishlarni bitirsa, andan qaytaman. Ondaqda yaxshi bo'pti-ku. U ishqima nurg'un iqtisod ketadi. Bayqi pullarni shu sen qurmoqchi bo'lgan maktabingga ishlatgin. Balalarning tarbiyalanishi uchun ishlatsan emasmi? Pul ashundaq yaxshi ishlarga sarf bo'lgandilar. Mening ko'nglimni aram tepib qoladi. O degan sening haqqing. Amaliyotda meningmi o'ylaganlarim bor. Men oblikimni sinavyapman. Men uchun qanchalik boshqa turdi deb. Men uni ishlatmayman. O'zimning ziqqan pullarim bor bo'lmasa. Yo'q. U pulni cho'qim sen ishlatgin. Shundala mening ko'nglim aromiga tushadi. Ma'qulamsa, men uni oblikimga avatib beray. Umu iqtisodiy jihatdan qiynalib turayotganda balkim. Sen mening maktabimga pay qo'shgan bo'lib turgin. Qachon qaytib borsang, seni maktabimning muzika o'qituvchiligiga taklif qilaman-jimi? Maktabni ikkimiz birga boshqaramiz. Chataq yo'q. Cho'qim shunday qilaman. Qizlar xo'shallik bilan qo'l elishdi. Shamsiya 3 kun turib, yana Shanxayga qaytib ketdi. Bu ishlardan to'liq bilan xabardor bo'lib turayotgan Zulfiya erining bu sirni o'zidan yoshirish uchun nurg'un pul xarjligini bilib, bir tarafdan qattiq g'azablangan bo'lsa, yana bir tarafdan ikkalanning o'zil-kesil o'zilganidan xush bo'ldi. Dilara yana yolg'iz qoldi. Bu kunlarda opasini bakla seg'ingan. Oila mehriga shunchalik tashna bo'lgan bo'lsa-mu, bu holatida opasiga ko'rinib, uni ansirtishni xohlamadi. Agar Dilaraning shunday ahvolga uchirganligini ko'rsa, opasi bir umr xotirjam bo'lmasligi mumkin edi. Shunga u hozirgi ahvolini onasidan yoshirishni qaror qildi. Hamda kundadagidek o'zining sog'-salomat ishlayotganligi haqida opasi bilan uzoqdan uzoq telefonda paranglashadi. Jenim qizim, yolg'izligingizdan bak ansirayman. Yeningizda bir hamrohingiz bo'lgan bo'lsa-mu, xotirjam bo'lib ketdim. Deydi opasi har kuni degidek. Ansirmang opa, u kunlarga hamon o'lishimiz. Deb tasalli beradi u opasiga. Ammo orqadanla ko'ngli yerim bo'ladi. O'zining shunday bir salohiyatni yo'qotganidan azoblanadi. U puta azroq yaxshi bo'lishiga yana ishqa tushib oldi. U muzikasini seg'inib ketgan edi. Doktorxonada va uyda yotgan bir oyga yaqin mezgilda Dilara o'zi haqida bak ko'p o'ylangan. Hayotning to'limi qisqa bo'ladiganligini his qilib yetgan. Yelkisidagi barliq yuklarni tashlab etib, keyin ozoda yashashni tanlagan edi. Nima amal? Hasrat cheksimi, azoblansimi, hech ish asliga qaytanmaydi. Apsimi so'zlab bir kuni to'xtab qala. Bu kunlarda uni hech kim ovora qilmadi. Shunchalik tinch va rohat yashadi. Texi toza asliga kelib bo'lmaganligi uchun sirtlarga ancha ko'p chiqmaydi. Idora bilan uyning orliqida taksiga chiqib mangadi. Ko'pincha hollarda tamoq buyurtadi.
Ba'zi chaqlarda ishdan tushib, yaqin atrofdagi oshxonalarda tamog'ini yevilibla uyga kirib ketadi. Dilara bugun sal kashrak ishdan tushdi. Tamog'ini yevilibla kirib ketmoqchi bo'ldi-da, yaqin atrofdagi davomli kirib turadigan bir oshxonaga kirib o'ltirdi. Kutkichi uning oldiga choy qo'yib etib, uningga sapsilib qaragandek qildi. Hamda uning nima tamoq yeydiganligini so'radi. "O'g'ri ichay", dedi Dilara. Oshxonada xaridorlar bak ko'pmi emas, ozmi emas. Dilara boshdan oyoq yilqi kutkichi yigitning u yoq bu yoqqa o'tganida o'ziga sinchilab qarag'anini sezib, bir xil bearomlik his qildi. Tamoqini yeb sirtqa chiqqanda biraylan uni chaqirdi. "Yaxshimisiz, Dilara?" Dilara hayronlik bilan qaradi. Bayqi kutkichi yigit ustidagi partuqlarni selivitib chiqqan edi. U Dilaraga nihoyatda tonish chiroy ko'ringan bo'lsa-mu, Dilara har qancha aslabmi uni esiga ololmadi. "Yaxshimisiz? Sizni aslayolmadim", dedi Dilara sal turib elib. "Asliyamadingizmi? Men sizni birlik ko'rib tunib oldim. Shanxaydagi yiliqi sayohat esingizdami?" "Ha, to'g'ri. Endi esimga keldingiz." U Shanxayda o'qiyotgan mezgilda Beijingdan o'ynag'ili kelgan saboqdoshlarini esladi. Dengizga chiqqanda paraxod balobesida uningga hamroh bo'lib turgan. Klubda uning bilan necha tansi o'ynagan. Qaytadiganda Dilaradan ko'zlarini uzolmay qolgan. Uni yana davomli izlashib turishga taklif qilgan Ali shu edi. "Sizni bu yerda uchirtib qolaman deb o'ylab boqmabdi ekanman. Bugun bakli xushal bo'ldim", dedi Ali qizg'inlik bilan. "Mana shu tonimayli qaptiman-danga." "Yuring, Dilara, mang'ach paranglashaylik." U Dilaraning bir putini sal oyab tasavvatganligini ko'rib, hayronlik bilan so'radi. "Putingiz?" "Azroq bir ish bo'ldi. Putim yarlangan. Teg'i tal to'kis yaxshi bo'lib ketamadim." "Taksiga chiqaylik." "Uyga kelib qoldik. Qarang, mening uyim mushu hovlining ichida", dedi Dilara oldidagi ahilliklar qorosini ko'ztib. "Uyimiz bir yerda ekan-ku. Nimishqa necha kundan sizni uchratmagandaman?" dedi Ali hayajonlangan holda. Shu topda uning Dilaradan hozirla ayrilg'isi yo'q edi. "Hozir texi baldur. Bir ayaga berib, bir oz paranglashib kelaylik. Sal turib birga qaytib kelamiz", dedi u soatiga bir qarab etib. "Nada o'ltirmiz? Biroq qahvaxonaga baramdiq." Ular taksidan birini to'sib, qahvaxonaga berishdi. "Ay, bayqashxonachi, opamning ichayotgan oshxonasi. Men ta'tilda uyga qaytib kelgan. Bugun zerikib oshxonaga chiqsam, kutkichidan birsi og'rib qopti. Ular bak oldirash bo'lib ketibdi. Men yordamlashib bergan edim." "Ha, mundaq ekanda, texnicha o'qiyotamiz?" "Men sizdan 1 yil burunli o'qish bitirib, Beijingda bir o'rta maktabda chet til o'qituvchisi bo'lib ishlayapman. O'zingiz nima ish qilyapsiz, Dilara?" Dilara o'zining ahvolini qisqacha tanishtirdi. Vaqaga uchrab yaralanganligini, doktorxonadan chiqib ishga tushganligini, puti toza yaxshi bo'lmag'achqa sirtqa ko'p chiqmaganligini aytib berdi. Ular qahva ichgach o'ltirib, ashu qitimliq sayohatni eslashdi. "O'zgarib ketmabdimanmi?" so'radi Dilara. "Chiroyingiz sal sarg'ayib qolgandek bo'lib qopti. Lekin burunqidanmi chiroyli bo'lib ketibsiz. Bir ko'ribli tunim oldim." Dilaraning yuzi qizarib ketdi. U o'zini bundaq maqtalishga loyiq emasdek sezadigan bo'lib qolgan edi. Ular bugun xeyli uzoq paranglashib o'ltirdi. Ali o'zining Beijingdagi turmushi, xizmati, o'quvchilar haqida so'zlab berdi.
u ochiq yo'riq yigit bo'lib gap qilganda o'zining kayfiyatini nihoyatda ozoda tutadi. Dilaramu uning bilan paranglashib xuddi boshqacha yeniklab qolgandek bo'lib qoldi. Rastini aytganda Dilaraga bu yaqindan beri bakla g'ayribliq yetgan edi. Shunga Ali bilan paranglashib yeniklab qolgandek bo'lib qoldi. Ular uzoq paranglashib o'ltirib, gaplari tugmagandek holatda qaytishga tayyorlandi. Qaytganda bo'lsa, Ali Dilaraning o'nimig'iniga qo'ymay, uni yo'lab toki 4-qavatgacha uyigacha birga chiqdi. Yaxshi tush ko'ring Dilara. Men ati sizni ko'gil kelay. Dedi Ali xuddi qiymagandek uning bilan xo'shlashib. Dilarami uning bilan ko'rishib, ham paranglashib, o'zini bir xil hayajonlanayotgandek his qildi. Alining ko'zlarida chaqnab turgan uchqunlar Dilarani hayajonga selib ulgurgan edi. Agar ayni chaqda Shirzat bilan ko'rishmagan bo'lsam, taqdirimda boshqa o'zgarish bo'lamadi, deganlarni xiyol qildi Dilara. Lekin baribir bo'ladigan ishlar bo'ldi. Endi minglarcha pushaymon qilsam, ba'zi ishlarni o'rniga keltirgili bo'lmaydi. Atsi shanba edi. Teg'i tush bo'lmay turibla Dilaraning ishik qo'ng'irg'i jiringladi. Dilara mushuk ko'zdan qarab, ishik oldida turgan Alini ko'rib, xushallik bilan ishikni ochdi. Men sizga tomoq olib keldim, Dilara. Dedi Ali qo'lidagi tomoq qachisini uningga ko'rsatib. Apam o'z qo'li bilan tukkan tugura. Nimdaq yaxshi? Men amroq tomoqni yeb kelibsiz. Qani, uyga kiring. Dilara Alining oldiga choy qo'ydi. Issiqidi yang. Dedi Ali uningga qarab. Dilara bir tal tugurni og'ziga soldi. Tugur haqiqatan bek o'xshagan edi. Bek o'xshabdi. Rahmat sizga. Rost aytamsiz? Amasa, menmi tetib boqay? Menmi birni? Dedi Ali og'zini ochib uningga ishorat qilib. Ali mimiklarini bilmay qizarg'inicha to'xtab qolgan Dilaraning qo'lini tutib, u og'an tugurini bo'ynini so'sib turib og'ziga soldi. "Ho, bakli o'xshabdi, bak o'xshabdi." dedi umu hayajon bilan. Siz texi yemaganmidingiz? Amsi billa yeyli. Men yeb keldim, lekin sizning qo'lingizdan yeginim boshqacha tamlikkan. Dedi Ali uning ko'zlariga qarab. Dilara yana qizardi. U o'zining Ali bilan billa bo'lganda, Shirzat bilan billa bo'lgandikiga qaraganda to'limi erkin va rohat turadiganligini his qildi. Sirtlarni aylanib kelayli. Dedi Ali tomoqdan keyin. Menishim hozir sal qolaysiz. Bir apop qolamikin? Enimning mashinasini olib qoldim. Avvaliq joylarga olib kelay. Mangdurmayman. Dedi Ali uningga. Dilara endi uni rad qilmay berishga qo'shildi. Amaliyotda hozir havoning shunchalik isib ketgan mazgili bo'lib, uy ichi shunchalik dimiq edi. Mashina binoning oldida edi. Ali Dilarani avaylab mashinaga chiqargandan keyin mashinani haydab mangdi. Ular shaharning sal chetiga joylashgan, odam ancha ko'p bo'lmaydigan buyuk baraqsan Majnun talla bilan qaplangan bir ko'lning bo'yiga keldi. Ular shaharning sal chetiga joylashgan, odam ancha ko'p bo'lmaydigan buyuk baraqsan Majnun talla bilan qaplangan bir ko'lning bo'yiga keldi. Sal shiraqda beliq tutayotgan bir ishkaylarni hisobga olmaganda ko'l bo'yi shunchalik timtas. Suv
va daraxt bo'g'ashqimikin havasi boshqacha rohat edi. Dilara bilan Ali ko'lning bo'yiga bir tal adyalni selib o'ltirishdi. Ko'l yuzi tim-tas bo'lib, bir necha tal belijan erinchaklik bilan o'sib shuratdi. Bu yerning havosi bak yaxshikan. Kichik chog'larimizda mana mush yerlarga kelib o'ynaydik. Bu taraflarni ko'p o'zgarib ketdi. Biroq bu ko'l hozirgacha yo'qolib ketmadi. Taqdir degan ajoyib bo'ladi ekan-a? Bizning qayta uchrashishimizmi bak qiziqarli bo'ldi. Shuni demamsiz. Apamga yordamlashib beraman deb, yelimi oshig'anda turibdiman. Bo'lmasa, mangu bir-birimizni izlab o'tishib ketar ekanmiz. Ali uningga ma'nilik qaradi. Kim sizni izlabdi? Dedi Dilara tatliq ovozda. Siz izlamagan bilan men sizni izlayotgani uzoq bo'ldi, Dilara. Qishi sizga o'xshaydiganlarni ko'rdim. Chechi sizga o'xshaydiganlarni ko'rdim. Sizga o'xshash kiyim kiyib oldiganlarni ko'rdim. Ammo sizni zotili ko'rmagan edim. Hozirgi xushalligimga hech nima to'g'ri kelmaydi. Oqshomni siz bilan uchrashgan xushalligimda uzoqcha uxlayolmadim. Dilara rost da'vatamsiz degandek ma'noda uningga qiya baxdi. Tixa oqshomni ko'rishdik. Balkim meni oldirab so'zlayotdi deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin men ko'nglimdagi gaplarni deymay, fursatni ketkizib o'tgan o'sha kunlardan boshlab qattiq pushaymon qilgan. Hamda bu fursat keldi. Men cho'qim hammani deyman. Dilara yana qizardi. Uning shuriki dupildab suqvatadi. U Alining ko'nglidagini allaqachon tushunib yetgan. Uning o'ziga o'z ko'nglini izhor qilmoqchi ekanligini bilib bo'lgan edi. Dilara uningga mos kelamdi. O'z ahvolini bilib turib, uni yolg'ondan umidlantirish, uni oldiganlik bo'lamdi. Dilara suvga qarab o'ltirganicha xiyolga cho'kib ketdi. Nima bo'ldingiz, Dilara? Dilingizni chegib qo'ydimmi? Yo'qay. O'zimni bilmayman. Xiyollar meni allaylayotdi. Dilaraning xiyoli haqiqatan chegish edi. U o'zining ayni chaqda nimishqa Aliga sal qarab qolganligini bilmaydi. Yo'q, bilatdi. Ammo Sherzod yanada bo'lganligi uchun bu dunyodagi eng munavvar yigitlarmi uning ko'ziga ko'rinmaydi. Eng go'zal ovozlarmi quloqiga anglanmaydi. U shu chaqlarda haqiqatan qarg'u va gaz edi. Endi taqdir qismat ularni yana bir qitim qaytadan uchrashtirdi. Dilara uning suyumlik bir yigit ekanligini ayni chaqda bayqagan bo'lsa-mu, Sherzod bo'lganligi uchun uningga fursat bermagan edi. Mana endi yigit uning oldida. Shiriki yanala Dilara uchun so'qidi. Dilara bu fursatni tutish kerakmi yoki qaytish kerakmi? Uning bu yigit bilan aralashqidek salohiyati bormi? Dilara bir hozagacha jimjit o'ltirib ketdi. Qalbini cho'nqur o'kinish hissiyoti chulg'ib olgan edi. O'zining o'tkazib qo'ygan xatoligi tufaylidan bir yigitning muhabbatini qabul qilish huquqidan-mu mahrum qolganini his qildi. Yo'q, dedi Dilara. Men uni aldayolmayman. Unila emas. Har qanday yigitni aldash huquqim yo'q. Eng yaxshisi uningdan voz kechay. Oila turmushim haqida ortiqcha xiyollarni qilmay, bir umr mushundaq tanho o'tib ketay, deb o'yladi. Jimiblik kattingizga Dilara. Nima deyman? Nimani deysangiz mayli. Faqat ovozingizni anglab o'ltirg'im bor. Bo'pdimsa, men sizga o'tmishimni so'zlab beray, dedi Dilara. Shu topda uning o'zining barliq hikoyalarini Aliga so'zlab bergisi.
andın men sizga loyiq kelmayman degisi bor edi. Ammo ota-onasining hayotini, dadasining oq tomoqiga berilgan kechmishini, uning o'limini so'zlabla to'xtab qoldi. O'zining kechmishlarini davomli so'zlashga jur'at qilolmadi. Ko'nglingizda yerim qilmangdilar. Gerçi dadangiz vaqtsiz o'lib ketgan bo'lsa-mu, mehribonlaringiz yanada hayotgan. Ular uchun xushal yashashingiz kerak. Deb tasalli berdi Ali. Hamda gapning temasini boshqa yoqqa yo'tkadi. Ular chitinkinlik vaqtni mushu yerda o'tkazdi. Gerçi sevgi muhabbat haqida parang silishmisimu, ularning san'at, musiqa, jamiyat haqidagi nurg'un qarashlari va qiziqishlari o'xshash bo'lib, vaqtning qandoq o'tib ketganini sezmayli qilishdi. Kechda birga tomoq yegandan keyin qizdan ayrilg'isi kelmagan Ali qizni kino ko'rib kelishga taklif qildi. Rahmat Ali, yelimi bir kun avara bo'ldingiz. Qaytib aramalayli. Sizdan ayrılgım yo'q. Dilara, yeningizda bo'lsam deyman. Men charchab qopdiman. Kechiring. Amaliyotda Dilara'ningmi uningdan ayrilg'isi yo'q. Yolg'iz yotoq, tanho turmush bu yaqindan uning jiniga bag'la patgan edi. Ammo Aliga qiyolmisimu rahimsizlik bilan uni rad qilishga majbur bo'ldi. Sizni charchatib qo'yibdiman. Ma'qul Dilara, amisa orom eling. U amalsiz qizning o'nimig'iniga qo'ymay 4-qavatgacha uni qo'ltiqlab chiqdi. Ati kelaman. Dilara, nima yegingiz bor? Ati kelman. Elimi sizni bek ovora qilib etdim. Qizning birdamdala nimishqa o'zgarib qolganini bilmasimu, Ali uningga yana kulib qaradi. Ata cho'qim kelaman. Dilara yotqanga kirib yotgandan keyinmi uzoqcha uyqusi kelmadi. O'tkazgan savarligi uchun bekla pushaymon qildi. O'zining ahmoqlik bilan Shirzodga o'zini otashlarini, saxta muhabbat uchun to'lagan badallarini o'ylab bekmo afsuslandi. Mana endi to'limi yorqin va sap bo'lgan bir muhabbat uning qalb darvozasini chekmoqda edi. Dilara uningga qanday javob qaytaradi? Ali shunchalik sap, qizg'in va umidvor bir yigit. Uni aldashga Dilaraning ko'ngli unimaydi. Yolg'onchilik degan hamon yolg'onchilik. Baribir bir kuni pash bo'ladi. O chaqda ularning kelgusini tasavvur qilmoq basi mushkul. O chaqda Dilara Alining yuziga qanday qaraydi? Rastini aytay desa, u bir qizning og'zidan unchalik oson chiqadigan gap emas. Dilara uchun men pok emas deyish osmonga chiqqandan qiyin. Dilara tuzikkina uyqusi kelmay bir kecha o'ylab chiqqan bo'lsa-mu, Sadi qanday qilishni bilolmadi. Atsi tushlik tomoq vaqtiga ozlik qolganda Ali yana eshik chekdi. Dilara ham xo'shal bo'lgan, ham azoblangan holda uningga eshigini ochib berdi. Dilara, sizga tomoq olib keldim. Siz bilan yeyishni o'ylab, menmi yemay keldim. Keling, ikkimiz birga yeylik. Buni men o'z qo'lim bilan atdim. Nima tomoq qildingiz? Siz taqa tomoq etalamsiz? Hay, o'qish bitirib shuncha yil sirtda xizmat qildim. Tomoq etishga xeli pamim bormi? Bo'lmasa, ba'zida oshqonmamdiman. Ali to'limi qizg'in va samimiy so'zlayotdi. U bugun polo etgan edi. Görüşleri danıma-dana yaltırab turgan polo haqiqatan bekla o'xshagandek turatdi. Qarab tursiz-ku, Dilara, keling, tomoq yeymiz. Birga yegim kelib, men yemayli olib chiqdim. Harakatingiz afsus tursa, choyni men qo'yay.
Ali shundoq degenicha Diloraning qo'lidan choynakni ilib oldi. Ali uningga qanchalik kuyinib, qanchalik mehrini yetkazgancha Diloraning ko'ngli shunchalik yerim bo'lib atadi. Ular bir-biriga qarashib o'ltirib tamoq yeyishga boshladi. Ilinga Dilara, doktorxonadan yangi chiqqachqa chiroyingiz sal sarg'ayib qopti. Aslingizga kelmabsiz. Jiqroq yang. Alining shundoq degenicha poloning go'shtlarini Diloraning oldiga surib qo'ydi. Uning o'tdek qizg'inligi oldida Dilara teg'imi jimib qoldi. Dilara, nim bo'ldingiz? Kayfiyatingiz yaxshi emas turdi-ku. Putingiz og'rimayotgandi? So'radi Ali kuyingan holda. Yo'q, hech yo'q. Ammo shu topda azobdan Diloraning yuragi og'riyotdi. Tamoqdan keyin Ali yana shundoq dedi. Havo bakli issiq, salqin, rahat bir joyni tepib, oramab kelayli. Yo'q. Mening bag'im yo'q. Dedi Dilara lavlarini tishlaganicha. Nim bo'ldi Dilara? Sizni ranjitib qo'ydimmi? Dedi Ali jiddiylashgan holda. Undaq emas Ali. Men uchun shunchalik qilyapsiz. Sizdan nima ranjigidekman. Ammo Dilara maqsadini qanday bildirishni bilolmay, shig'lavatgili tasliq qoldi. Amisi zodi nim bo'ldi? Ishchimni tutildatmay esingizchi Dilara. Ishkimiz bo'ldi qilayli Ali. Dedi Dilara ovozi titragan holda. Oxiri chiqmaydigan ishlar uchun o'zimizni asaplamayli. Bu ishlarning oxiri xayrlik bo'lmaydigandek tuyulyotdi. Nemishqa oxiri chiqmoqdak? Tunji qitim, men o'zim ketkizib qo'ygan. Jur'atsizligim tufayli sizni qochirib qo'ygan. Bu qitim bu ishni cho'qim bir boshqa ib chiqaman. Sizga ko'nglimni izhor qilolmag'achqa, buning uchun qanchalik pushaymon qilganligimni bilamsiz. Yo'q, Ali, yo'q. Men sizni tunji qitim ko'rgandilar, yaxshi ko'rib qolgan. Ta hozirgacha unutqinim yo'q. Rost da'votiman Dilara. Nemishqa oyog'i chiqmaydigan ish da'vatganligingizni bilmayman. Bizlar bir-birimizni yaxshi ko'rsak, bizga to'sqinlik qila oladigan hech qanday kuch yo'q. Biz cho'qim bu ishning oyog'ini chiqaramiz. Dilara, menga ishining. Dilara endi javob bermadi. Yana gap qilsa, yig'lab yetadiganliklik qiladi. Ko'nglingizda nimalarni o'ylayapsiz Dilara? Bu menga qorong'u. Ammo menga ozroqmi ko'nglim yo'q deyman. Bo'lamdi. Dilara asli kimning o'ziga loyiq ekanligiga hukm qilib bo'lgan bo'lsa-mu, faqat o'zida undaq bir salohiyatning yo'qligidanla ko'ngli yerim edi. Yuring, uyda yolg'iz o'tiraversangiz, bo'riqtirma bo'lib ketasiz. Sirtqa chiqayli. Dedi Ali uni yana so'rlab. Yo'q Ali. Mening rostla chiqim yo'q. Kayfiyatim bekla nachar. Dedi Dilara uni rad qilib. Amisi obdanroq paranglashayli. Dedi Ali. Hamda Dilaraning qo'lidan tortib opirib, kresloda o'ltirg'izgandan keyin o'zimi uning yanida o'ltirdi. Men bak oldirab ketdim-mi Dilara? Meni qabul qilolmayotamsiz. Yo'q. Undaq emas. Amisi nemishqa? Dilara ko'zini yumib olib, eng zo'r g'ayrati bilan dedi. Men sizga mos kelmayman, Ali. Nemishqa mos kelmaysiz? Gangirab qoldi Ali. Meningcha, menga sizdan bakrak mos keladigan qiz yo'q. Mening o'tmishim pak emas. Dilaraning ko'zidan ikki tomchi yosh sirg'ib tushib, mag'zida to'xtab qoldi.
Ali nima deyishini bilmay, jimmida o'ltirib edi. Bu Diloraga bakma ig'ir keldi. Chiqib keting, Ali. Endi meni izlamang. Darhol chiqib keting. Uni ishtirdi Dilora. Dilara, bunda qilma. Dilora uni to'xtamay ishtirib, eshikning tubigacha keldi. Va Alini birla ishtirib chiqarib etib, eshikni taqab, eshikka yo'langunicha jimmada turdi. Ko'z yoshlari yuzlarini yuvayotgan edi. Ali bir haza turib etgandan keyin ostag'ini mengib tushib ketdi. Uning eg'ir oyoq tevishlari bag'an siri pastlab, oxiri anglanmadi. Hammasi tugadi, dedi Dilara o'zini masxara qilib. Barliq erlarning sana bo'lgan ko'yinishlari mana mushundaq oyoqlashidi. Hech bir er sening o'zi uchun qorong'i bo'lgan nomusliq o'tmishingni qabul qilolmaydi. Bumi bir hisobda yaxshi bo'ldi. Keyin azob chekkandan vaqtida ayrilib ketganmi tuzuk. Dilara bakla azoblangan bo'lsa-mu, kayfiyatini tezla kontrol qilib oldi. Hayot to'limi qisqa. Hasrat bilan uni isrof qilib etish bir jinoyat. Har kimning bu hayotda o'ziga tegishli nasibasi bor. O'zining ijodiyat ishlariga o'zini atab yazsimi bo'laveradi. Keyincha shirtig'i qaytib, Shamsiya bilan birlikda bolalarga musiqa o'rgatsimi bo'ladi. Faqat birli yo'l to'y qilib yashashmadi. Hayotdagi eng muhim energiya manbasining muhabbat ekanligi Diloraga ayon bo'lsa-mu, duchor bo'lgan qismatlari uning yana muhabbat uchun tavakkul qilg'idak madorini, ishonchisini qo'ymagan edi. Vaqt eng oxirgi hukm chiqarg'ichidir. Kelgusida nima ishlarning bo'lishiga shu vaqtning o'zi kelmay turib bir nima demak tas. Dilara atsi ruhliq holatda o'rnidan turdi. Qalbidagi azoblar ustidan g'olib kelish istagi yuqori bo'lgani uchun qaysi bir ohanglarga g'ingshig'inicha o'z kayfiyatini to'g'irlab, jo'shqin holatda ishga tushib ketdi. Kashkicha repetis uyidan chiqmay degidak musiqa chaldi. Musiqining sihriy kuchi uning vujudidagi qayg'u hasratlarni bahor yomg'iridak yuvib tashlab, uni pak, suzuk, nurliq bir dunyoga boshlab kirdi. Musiqa to'xtagan hamon bu azobliq dunyoning darvozasi yana uningga echilatdi. Hatto tushdimi tamig'ini mushiyaga akaldirib yedi. Kashda bo'lsa boshqalardan kechikib ishdan tushdi. Atdigandan beri telefonini ochmagan Dilara telefonni ochdi va kelgan telefon uchirlarga muntaqli ko'z yugurtib chiqdi. Apsi bilan Shamsiyadan boshqa hech kim uni izlamagan edi. Kimlardandir umid kutayotgandek ko'ngli lassada bo'lib qoldi. Mushundaq bo'ladiganligini bilib turibmi, yana ozroqcha azoblandi. Hech qisi yo'q Dilara, deb o'z-o'zini bazladi u. Inson degan bu dunyoga yolg'iz keladi, yolg'iz ketadi. Kimlardandir umid kutishing behuda. O'lib ketadiganligini bilib turibmi umidvor yashaydi-ku inson. Mushu yo'sinda 3 kun o'tdi. Dilara asta-asta bu azoblarga ko'ndi. Hatto o'zini bazlashni, o'ziga armak tepishni ham o'zini xushal qilishni o'rganib oldi. Hayot qayg'ularidan jiroq tur jiroq. Charchitib bir kuni o'ldirar seni. Muzlasa ba'zida o'tning ichida, sovuqlari bilanmi ko'ydirar seni. Degandek
hayotning savdolarini bir nima degili bo'lmaydi. Ba'zi narsalarga shunchalik intisori bo'lasan. Uningga erishishni o'ylaysan. Uningdan ayrilsang, qanday qilaringni bilmaydigandek his qilasan. Ammo uningdan ayrilsangmi, o'lib qolmaysan. Yashayverasan. Hatto asta-asta uningsiz yashashga ko'zing yetadi. Dal shu chaqda u oldingda yana paydo bo'ladi. Mana bu hayot. 3 kundan keyin o'xshashla bakli kech ishdan tushgan Dilara telefonini ochib Alining uchurini ko'rdi. Kechda men sizni yiliq qahvaxonada saqlayman. Meni umidsiz qo'ymasligingizni umid qilaman. Toki siz kelgach kutaman. Siz kelmasangiz uyga ketmayman. degan edi. Dilaraning amdila tinchlangan ko'ngli yana parakanchilikka tushdi. Alining yana nemishqa o'zini izlaydiganligini bilmaydi. O'zini yana qanday qismatlarning kutayotganini bilmaydi. Qandaqligi bo'lmasin, Ali Dilaraga bir necha kun hamroh bo'lib, uningga olamcha xushalliqlarni, muhabbat va kelgusi haqida shirin xayollarni ato qilgan edi. Arasida kechirgisiz va qayta ko'rishga mumkin bo'lmagan ishlarmo yuz bermagan edi. Dilara qahvaxonaga kelib, ular oldingi qitim billa o'ltirgan o'ringa kelganida, uni saqlab o'ltirgan Alini va ustal ustiga qo'yilgan bir quchoq qizil atirgulni ko'rdi. Ali xuddi jiddiylashgandek alpazda qizning oldida tik turdi. Uning bugun kiygan sus seriq rangli ko'ynagi uning sus suzik chiroyiga teg'imi yarashgandek ko'rindi. Sizni saqiltib qo'ydim, dedi Dilara tuzit bilan. Men sizni menga kutishga rozi, dedi Ali va ustal ustidagi hiyliqi bir dasta atirgulni elib Dilaraga sundi. Buni qabul qiling. Dilara, buni cho'qim qabul qiling. Dilaraning yuragi dupildab so'qib ketdi. U hayajon ichida Alining qo'lidagi gulni oldi va Alining taklif qilishi bilan o'ltirdi. Menga o'ylanish, o'z muhabbatimni dangsash uchun necha kun vaqt berganingizga, menga qayta ko'rishadigan mushundaq fursat berganingizga rahmat, dedi Ali. Men o'ylandim. O'tmishingiz o'tib ketdi. Kelgusingizga mening mas'ul bo'lishimni xohlamsiz? Dilara beshini ko'tara olmadi. Yuzi quchog'idagi o'sha atirguldek qizirib ketgan. Ko'zlaridan yana heliqi o'zini tutib turolmaydigan yoshlari to'kilib ketishga tayyor turadi. Ali jiddiylashgan edi. Dilaraning bir eg'iz javobini kutib turadi. Dilaraning xijillikdan hech nima deyolmayotgan holatiga qarab, uning rad qilishidan ansirgan Alining chiroyi boshqacha bo'lib ketdi. Meni rad qilmang Dilara. Mening sevgimni qabul qiling. Qiz yanala unsiz o'ltiradi. Uningga bu reallik xuddi bir tushdekla. Ko'zini bir yumib asla g'oyib bo'ladigandek tuyg'u bergan edi. Endi u bundaq ig'ir chaqchaqlarga bardashlik berolmaydi. Shu kuni damalliqqa azoblanganim, sizni tashlab chiqib ketganim to'g'ri bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin men o'z qarorimga ishonaman. Dilara, mayli qandoqlish yuz bersin, men sizni burunqidekla cho'qim yaxshi ko'raman. Oxirgacha yaxshi ko'raman, dedi jiddiylashgan Ali. Dilara ostag'ina beshini ko'tarib Aliga qaradi. Uning chiroyidagi jiddiylikni, uning ko'zlaridagi muhabbatni ko'rdi. Uning endi Alini saqlatqusi yo'q edi.
Ammo xijillikdan ma'qul degan gapni qilolmay, shu ma'noda beshini langshitdi. Diloradan ko'zini o'smay o'ltirgan Ali xo'shalliqidan o'rnidan turib ketdi. Xush qildingiz Dilara. Rad qilib etamu deb yuragim chiqib ketgili tasliq qoldi. Dilara uning o'maq harakatlariga qarab illiq kulimsiradi. Balkim men sizni katta boylikqa erishtirmasligim mumkin. Ammo bir umr baxtli qilaman. deb va'da berdi Ali. Dilara kichigidan boylikni ancha cho'ng bilib ketmaydi. Boylikning muhimligini, ammo vaqti kelganda pul boylikning hech nimaga arzimas narsa ekanligini aniq biladi. Agar boylik shunchalik qudratli bo'ladigan bo'lsa, uning dadasi o'lib ketmagan bo'ladi. Uning uchun bo'lganda chin va samimiy bir yurakla eng qimmatli boylik edi. Shu tapda u haqiqiy baxtini topgan edi. O'zini chin dildan sevgan bir er bilan keyingi hayotini boshlash oldida turadi. Texi necha soatning oldida bu Dilara uchun o'ylashmi qiyin bo'lgan bir xayol edi. Endi uning xiyollari reallikka aylandi. Ular bir-birini qo'ltiqlashib qaytib kelganida vaqt xeyli bir yerga berib qolgan. Ali Dilaraning ishiga oldida uzatqach dedi. Ata, sizni opam bilan ko'rishtiray. Ishdan tushganda sizni saqlayman. dedi. Nimanchi tez? U meni qabul qilarmi? dedi Dilara ansirgandek. Xotirjam bo'ling. At ko'rishaylik. Shundoq deganicha xo'shlashdi Ali. Dilara uyga kirgandan keyinmi uzoqcha hayajonlanib uxlayolmadi. Kimlargadir telefon qilib o'z xushalligini aytqisi keldi. Bulbul qizil gulni tikini bilan yaxshi ko'raliganiga o'xshash, o'zini savalligi bilan billa qo'shib yaxshi ko'ralaydigan bir yigitni topganligi Dilaraning haqiqiy baxti edi. O'z baxtidan billa bahramon bo'lish uchun Shamsiyani o'yladi. Opsini o'yladi. Lekin unda qilishga jur'at qilolmadi. Xuddi bu baxt og'zidan chiqib ketsa, birdilla g'oyib bo'ladigandek. Ko'zlarini echibla tushi ekanligini his qiladigandek, qo'rqinish ichida hech qaysiga telefon qilolmadi. Lekin kechicha shu qadar shirin va xo'shal uxladi. Yana bir tong otgandala u ko'zlarini echib oqshomgi ishlarning tush emasligini, haqiqiy reallik ekanligini aslab bakmi xush bo'ldi. U bugun kechda Alining opsi bilan ko'rishadiganligini esiga oldida tezlikda kiyimlarini aqtirishga boshladi. Uning nurg'un kiyimlari oq ranglik edi. Ammo u oq rangli kiyimni kiyishni tanlamadi. Oq rang asallidoq bo'ladi, dedi u o'z-o'ziga. Hamda asal rang ko'ynagini kiyib oldi. Bir kun kashgacha xo'shal yurdi. Vaqt to'shishga oz qolgancha u jiddilashayotdi. Güzelim, men sizni darvoza oldida saqlab o'taman. deb kuchir yozdi Ali. Dilara hayajon ichida darvoza oldiga chiqdi. Alini ko'rib dili suyundi. Opam sizni uyda saqlab o'tadi, dedi Ali. Oshxonada ko'rsakmi bo'ladi-ku? Nimishqa endi? dedi Dilara xijil bo'lgandek qilib. Siz degan qimmatli mehmon tursangiz, opam sizni ota-aytin uyda kutib olmoqchi bo'pti. Sal jiddiylashyapman Ali. Jiddiylashmang. Siz shundoq o'moq tursangiz, opammi sizni yaxshi ko'rib qoladi.
deb chaqchaq qildi Ali. Alining uyi Dilara o'ltirgan binoning o'ng yon tarafida edi. Dilara Aliga agishib uyga kirganida muloyimgina kelgan, oq yuzlik, g'unchi bo'y ayol Dilaraning yuzlarini yiqib ko'rishdi va uni o'ltirishga taklif qildi. Alining opasi ularga o'z qo'li bilan cho'chiri etib saqlab turgan edi. Bak o'xshabdi. To'g'ri dedingiz. Apam tamoqqa bakli usta. Yaxshi o'nirim zoya bo'lib ketdi ekan deb, oshxonamni ichib oldi qarang. Nadikini? Dedi Alining opasi kulib turib. Burun balalar yenimdagi chaqda bilmabdikanman. Yana kelib, balaning dadasining tepishimi yaxshi edi. Keyin uningdan ayrilib qoldik. Ikki o'g'lim, ikkilisi oq-oqidan o'qishga mangdi. Uyda yolg'iz qoldim. Serikdim. Yolg'izchilik odamni bak bo'zaq qiladi ekan. Yana kelib, oilaning iqtisodiy besimimi bag'an siri ig'irlashdi. Yetib yesa tog'mi to'shimaydi emasmi? Shuning bilan ko'p o'ylanish orqali uyga yaqin yerda ovi oshxonani ijaraga elib, ichib qo'ydim. Ta'limga sodasi bakli yaxshi. Serikmaydi ekanman. Yana pul topqilma bo'ladi ekan. Balalar o'qidi, xizmatga chiqdi. Endi ishlamang deydi. Lekin ko'nib qopdiman. Hammasi ishlaydi. Yanali yenimda hech kim yo'q. Ishlar bilan malika bo'lmasa, kunni o'tkazgili bo'lmaydi ekan desa, dedi Alining opasi. Shundaq, beka o'ltirmoqmi oson emas. Apammi ba'zida shundoq qaqshab qo'ydi. Lekin cho'ng dadam bilan cho'ng apamlarning salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa, ko'pincha shularning holidan xabar elish bilan aldirash. Ular ana shundoq ixtiyoriy paranglar bilan kechki tomoqni yeyishib bo'lgandan keyin meva-chevalarga eg'iz tegishgach paranglashib o'ltirdi. Axsham o'g'limdan sizlarning xabaringlarni anglab, bakli xush bo'ldim. O'g'lim sirtda yolg'izchilik tatib qalarmi deb bak ansiraydim. Endi to'yinglarni qilib olsanglar, menmi xotirjam bo'lib ketdim. To'yning gapini anglab, Dilaraning yuzi o'ppida qizardi. Opa, biz texi u to'g'risida maslahatlashmadik. Dedi Ali Dilaraning qizirib ketganini ko'rib. Alining opasi ortiqcha gap qilmay kulib qo'ydi. U yerdan bu yerdan paranglashgach, xili uzoq o'ltirishgandan keyin Dilara qaytmoqchi bo'ldi. Ali uni uzitib qo'yish uchun orqasidan billa tushdi. Apam to'g'ri deydi. To'ynimi vaqtida maslahatlashaylik. Bir-birimizni yaxshi ko'rib turib, birimiz bu binoda, birimiz o binoda uxlaganning hech qanday foydasi yo'q. Dedi Ali. Dilara uning aldirang'uligini ko'rib, pixildab kulib etdi. Zanglik qilyapsiz? Qachongacha bundoq yuraymiz? Men rost aytaman. Kechasi sizni o'ylab, uyqum kammasli bo'lib qoldi. Dedi Ali kulib turib. Texi o'ylashadigan ishlar ko'p-ku. To'ydan keyin qayerda turamiz? Siz meni O'rimchiga qaytib keling desangiz, qaytib bu yerdan xizmat topay. Navoda Beyjingda turaylik desangiz, birga ketamiz. U taraflardami o'zingizga loyiq xizmat topa olasiz. Ikkimiz birga yashasaqla, men uchun O'rimchida yashash yoki Beyjingda yashash baribir. Ma'qul. Men uydagilarga aytib boqay. Siz chiqib aramaylang. Haydimisingiz-chu? Ati siz ishdan tushib, idoradan chiqchi sizni pek sig'inib ketdi ekanman. Yana ozroq ko'rib olaychu. Chaqchaqi menga. Shuncha sig'ingan odam burun meni ajab izdimagantingiz-ku. Izdimay qolamanmi? Shu vaqtdagi telefon nomeringizga talay qaytim telefon urdim. Zadili olmadingiz.
Heliqi Qaysar degan saboqdishingizdan surishtirdim. Umu mujmal gap qilib, telefon nomeringizni tepib bermadi. Keyinki maxsus sizni izlab bordim. Topolmadim. Bir do'stingiz sizni Xaynanga sayohatga ketdi dedi. Dilara Levni tishlab jimmida bo'lib qoldi. U Alining o'zini rostilla shunchalik izlaganidan bexabar edi. Dilara Levni tishlab jimmida bo'lib qoldi. U Alining o'zini rostilla shunchalik izlaganidan bexabar edi. Rostilla bilmabdiman. Sizni meni unutib ketdi deb o'ylabdikanman. Ha, o'tgan ishlar o'tdi. Bo'ldi. U gaplarni deyishmaydi. Hozir men sizni tepib oldim. Ikkimiz qaytadan jam bo'ldik. Endi sizdan hargiz aytilmayman. Chiqib ketding Ali, dedi Dilara jiddiylashib uni haydagunicha. Men bilan chiqib ketib, uzoqcha yo'qolib ketsangiz, opangiz nima deb qoladi? Men xijil bo'laman. Ma'qul. Men chiqay. Ali shundoq deganicha Dilara bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Dilara opasiga telefon qildi. Bu ishlardan opasini xabardor qildi. Opa, sizga bir xush xabarim bordi. Aytmaymi? deb erkiladi u opasiga. Xush xabarlaringizdan oylanay qizim. Dana, nima xabar? Siz tepib beqma opa. Asringiz mukofotga erishdimi? Apsi Dilaraning kasbchanligini bilgachga avval shuni esiga oldi. Amsa biror yigit bilan orlashyapsiz? Shundaqroq. Yaxshi bo'pti. U kim? Nima ish qiladi? Qachondan boshlab orlashyapsizlar? Voy opa, savol deganni yog'dirib atdingiz-ku. Qaysiga avval javob beray? Hammasini bilgim kelyapti. Rostilla xush bo'lib ketyapman balam. Uning ismi Ali. Beyjingda xizmat qiladi. Voy aqlingdan o'rgilay qizim. Sen Urumchida, u yigit Beyjingda bo'lsa, bu qandaq bo'lg'ini? Ya u Urumchiga qaytadi, yoki men Beyjingga ketaman shu. Sizlar qaysi darajaga yetdinglar? Opa, jiddiylashmasangiz-chi? Biz to'y qilishga kelishib bo'ldik, dedi Dilara tushundirib. Dilara hamma ahvolni opasiga tushundirib chiqdi. Dilaraning uydagilarimi uning yolg'izligidan ansiraydi. Dilaraning ishidan xabar tepib suyundi. Ammo Dilaraning Aliga agishib Beyjingga ketadiganini anglab, ko'ngli yerim bo'ldi. Bir talla qizim, yenimda turamikin desam, Urumchida qoldingiz. Bo'pti endi, Urumchida bo'lsin desam, Beyjingga borman deysiz. Beyjing degan shuncha yiroq tursa, dedi opasi ko'nglining yerimliqini yoshiramay. Dilara Sherzod bilan ko'rishib qilishdan qo'rqatdi. Endi o'zining Ali bilan yashiga hech kimning to'sqinlik qilishini xohlamaydi. Aliga agishib yiroqlarga ketsa, Urumchidan, Sherzod bosh shahardan yiroq tursa bo'ladi. Gerçi Sherzod Shamsiyaning heliqi adibini berishidan keyin Dilaraning turmushidan yo'qolgan bo'lsa-mu, keyingi ishlarning yana qanday bo'ladiganligini belgilab bo'lmaydi. Yana kelib Sherzodning mushundaqla bo'ldi qilishiga-mu ishonchi yo'q edi. Shunga Dilara ko'p o'ylanish orqali Ali bilan Beyjingga berib, shu yerdan xizmat tepishni, Urumchiga qaytmaslikni qaror qilgan edi.
Baribir Ürümchida bo'lsam-mu, siz yenimda yo'q. Uningdan Ali bilan Beyjingga ketsam, u yenimda tursa, ansirmasingizmi bo'ladi, appa? U mening halimdan yaxshi xabar oladi. Keyin bilib qolasiz. U haqiqatan yaxshi yigit. Deb tasalli berdi Dilara. Qizingizga ishining, appa. Men u yerdagi o'rinlar bilan aloqlashyapman. Pat arada xizmat ishim hal bo'ladi. Deganingiz to'g'ri. Shaharning cho'ngida yashagan texmi yaxshi. Baxtdalingiz shundoq bo'lsa kerak. Sig'insoq ko'gili boramiz endi. Mana endi mening opamdek gap qildingiz. Men texi sizni-mu Beyjingga olib ketishni o'ylashyapman, opa. Shundoq deganingizga rahmat, qizim. U kunlarmi kelib qola. Navrlarimni beqib beradigan kunlarga yetaman. Cho'qim shundoq bo'ladi. Yaxshi kunlarga erishimiz. Deganingiz kelsin, qizim. Bek oldirashlar to'yg'u tutish qilib qolamizmi endi? Ali ta'til do'shqicha shurtik to'yni qilaversak deb oldirdi. Oy, uningga ulgurami? Ansirmang, opa, avval tayyorliqlar pishsin. Ishga oildagilarning tezlik tutish qilishi bilan ular to'yini davlat bayramiga bekitishdi. Chunki Alining ta'til kunlari to'shib qolgan edi. Ali Beyjingga qaytishdan burun ular to'y xatini elib oldi. Endi mening qonunliq ayolim bo'ldingiz. Dedi Ali, ata mangaman degan kuni Dilaraga chaqchaq qilib. Amdig'u, hech bo'lmasa birini suyib ustib qo'yasiz? Qilinliqini. Deb kuldi Dilara qizarganicha. Andin Alining mag'ziga yenik birni suyib edi. Ali uni bag'riga tatqanicha lavlariga yoqdi. Ular aslida mushundaqla xo'shlashmoqchi edi. Ammo bu bir jibla bir hazag'icha shu holatda turib ayrilmay qilishdi. Qaynoq hissiyotlar avjiga chiqib, yuraklar hayajonda behush bo'ldi. Dedi Dilara bir chaqda nafsiga yetishmagunicha uni ishtirib. Kunlar texi uzungu. Sizdan oydinligim kelmayotidi. Dedi Ali yanala qizni bag'riga ching bosqanicha. Bu kunlarni siz yo'q, qachonmi to'shqizaman? Shu topda Dilaramu o'zini kontrol qilmasa, uningdan ayrilg'isi yo'q edi. Ular bir haza yurak tevishlarini anglashib, oxiri qiyolmaslik ichida kulishib turib xo'shlashdi. Kunlar sig'inish ichida o'tishga boshladi. Tayyorliqlar jiddiy qilinayotdi. Dilara Ali bilan endi qizg'in muhabbatlashyotdi. Har bir tongla go'zal salomlar bilan boshlansa, bir kun kechgacha aptapsila avatilib turadigan muhabbatlik uchurlar Dilarani hiyladan hiylaga hayajonlantirib turadi. U mushu jarayonda o'zining Sherzod bilan aralashib, haqiqatan xato qilganligini yana bir qatim cho'nqur his qildi. Chunki Ali ikkisining deyishmaydigan gaplari yo'q edi. Uning har bir gaplaridan cho'nqur muhabbat chiqib turadi. Dilara haqiqiy, ochiq-oshkora muhabbatning qanday bo'ladiganligini sezdi. Ularning munosabatida ansirash yo'q, yo'shirish yo'q, vahima yo'q. Sherzod bilan aralashib yurganida bir kun xotirjam o'tmagan. Hamisha o'zini ayblash ichida, nomus ichida yashaydi. Qaysidir bir kuni xalqi olam oldida sharmisor bo'ladigandek vahima ichida yashagan. Mana endi-chi faxrlanish, hayajon, cheksiz baxt tuyg'usi uningga hukmron edi. Ash-bashtigacha davlat bayrami yetib keldi. Dilara xizmatidan istifa berib, hafta burunla yurtiga qaytib bo'lgan edi.
U faqat chin shirikidan söygan jigitining qaytib kelishini kutatdi. Beijingdagi xizmat ishi hal bo'lgan. To'ydan keyin Ali bilan Beijingda yashashni qaror qilgan edi. To'y bakmo o'ngishliq, ko'ngillik o'tkazildi. 2 yoshning baxti uchun 2 oilaning do'stlari, tanishlari, tuqqanlari jam bo'lib to'yni bakmo qizitdi. To'y kuniga kiyib Dilara bakmo chiroyli bo'lib ketgan bo'lib, uning qo'lini ching tutgan Ali qizga ishonch ato qilgan edi. Yanıla sen chaqqan chiqding jumu? Deb chaqchaq qildi. Qiz qo'ldishining kiyimini kiyib, uning beligini ching tutib olgan Shamsiya. Bu kun qachon menga kela? Ablikimning seni hozirla olib ketkisi kelayotganini Avu ko'zlaridan sezmadingmi? Deb pichirladi Dilara. Darvaqa, mehmonlar arsada salobatlik o'ltirgan Ablikim Shamsiyadan ko'zini o'smaydi. Kim uning bilan to'y qiladi ekan? Dedi Shamsiya nozlanib. Amdi sizlarmi vaqtida to'y qilib etinglar. Holingni bak yo'g'on qilib ketma. Seni sevgan yigitni umidsiz qo'yma. Dedi Dilara past ovozda. Shamsiyaning og'zida shundoq degani bilan shu baxtli kunlarga qanchalik intizorligini Dilara bilatdi. Maktabning rasmiyatlari bitibdi. Endi menmo qaytmaslikka keldim. Dedi Shamsiya hayajonda pichirlab. Amsa pat arada to'yingni qil. Endi orqaga so'ramanglar. Dedi Dilara yana bir qitim askartib. To'y og'irlashgandan keyin Dilara Alining qo'liga ching esilganicha oldin zakaz qilib qo'ygan mehmon saroyga keldi. Yataq bakla hashamatlik bo'lib, ikkisi yolg'iz qolgan minutlarda Dilara o'zi o'ylagandan bakrak jiddiylashdi va o'ng'aysizlandi. Ali uning belidan ching quchoqlab turib dedi. Omoq ayolim, bugun bakla charchab ketdingiz. Balduroq aram olayli. Bo'lamdi. Dilara o'ppida qizardi. Alining qizg'inligi oldida u hech nima deyolmadi. To'y kechasi Dilara yana bir qitim o'zidan nomus qildi. Gerçi Ali uning o'tmishini surishta qilmaslikka va'da bergan bo'lsa-mu, ammo u o'zining eng qimmatli sovg'asini hayotining oxirigacha birga yashash uchun qo'lini ching tutgan eriga ato qilinmagani uchun afsuslandi. Bu afsuslanish uning yuragini yana bir rat tilg'ab o'tdi. Dilara, sizni suyaman. Dedi Ali jimmida yetib ketgan Dilarani qizg'in suyib turib, uningga tasalli bergandek. Dilara hayajon ichida titrab turib, Alining issiq ko'kraklariga yuzini yoqdi. Baxit mushiyadan boshlangan edi. Bir yildan keyin aeroplan Urumchi aerodromiga qo'ndi. Ali qo'zig'i xelili chiqib qolgan Dilarani yo'liginicha aeroplandan tushdi. Ola plani bo'yicha o'tgan yilgi davlat bayramida qilgan to'yidan keyinla birlikda Beijingga ketgan edi. Dilaramo hozir Beijingda bir xususiy maktabda musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan edi. Bu bir yilda talay muhabbatlik minutlarni birga o'tkazib, bir-biriga mehr bilan muomala qilib, kuyinish ichida yashab kelgan bir juft amdila aeroplandan tushgan edi. Alining kuynishlari va Dilaraning nurona chehradan ularning qanchalik baxtli ekanligini faraz qilish tas emas. Hozir har ikkilisiga ta'til. Uning ustiga Dilaraning oy kuni yaqinlashib qolg'ashqa ular yurtiga qaytgan edi. Taqdirning o'rlashtirishlari rostilla shunchalik qiziqarli edi.
Ola aerodromning kutish zalidan chiqib ketayotganda, ishlar sal besiqqandaroq Dilarani qaytadan izlab, uni mangu olqinidan chiqarmaslik uchun niyat qilgan. Keyin uning to'y qilib Beijingga ketganini anglab, necha oygacha sarangladek bo'lib qolgan Sherzod bilan uchrashib qoldi. Dilara uningga qarabmi qo'ymadi. Uning yenidagi qamlashgan yigitining Dilarani qo'ltiqlab, asta meng'ishlaridan Dilarani qanchalik avaylaydigini chiqib turadi. Sherzod dong qaytib turib qoldi. Taki ular kutish zalidan yiroqlashib, ko'zidan yo'qolganga qadar Dilaradan ko'zini uzamay, yig'lavatgila tasli qoldi. Asli Sherzod Dilarani chin qalbidan yaxshi ko'radi. Ammo ayolidan voz kechish unchalik oson ishmi emas edi. Necha 10 yil tirishib tiklagan egligi oldida amalsiz qizdan voz kechgan bo'lsa-mu, uni hamon olqinimda tutib turman deb chotni xato so'qib qo'ygan edi. Sherzodning Dilarani qayta ko'rishi bilan yuragi etishib ketdi. Uning amdi olqinidan mangu chiqib ketganini his qilib, chidayolmay qoldi. Amaliyotda Dilaramo uni ko'rib bo'lgan edi. O'zining mushundaq baxtli kunlarini uning oldida ko'z-ko'z qilib mangaligini uchun shunchalik xushal bo'lib ketdi. U o'z umrida hech kim oldida cho'ngchilik qilib baxmagan bo'lsa-mu, Sherzodning oldida mushundaq mengishga nasib qilgan taqdirdan ming marta rozi bo'lib ketdi. Ali bo'lsa, Dilarani yurtiga qaytganligi uchun xo'shal deb o'ylaydi. Mayli, nimala bo'lmasin, ular rostilla xo'shal edi.